Menga qara, puldan chiqar. Agar bermasang, kassadagi pullarni o'g'irlayman. Yodingizda bo'lsa, Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida fuqaro dorixonaga kirib, sotuvchiga pichoq bilan tahdid qilib, kassadagi pullarni olib qochgan edi. Biz bu haqda ko'rsatuvimizning avvalgi sonlarida xabar bergan edik. Aniqlik kiritilishicha, holat joriy yilning yanvar oyida yuz bergan. Sudlanuvchi 32 yoshda bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchi kassadan 700 ming so'm pulni olgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudida mazkur holat bo'yicha sud ishi ko'rib chiqildi. Sarxush holatga kelgandim. Ko'chaga qaysi maqsadda chiqdim, u payt sarxush bo'lganman. Shu payt shu do'kon oldidan o'tib ketayotganda kirib qo'yganman. Shu kreditlarim, shu qarzlarim bor edi, shunga. Shu muddatlari kelib qolgandi, shu 15 millionni shunaqa. Dorixona sotuvchisi ham sud majlisida ishtirok etdi va quyidagicha ko'rsatma berdi. Qo'lida pichog'i borligi uchun to'liq qarshilik ko'rsata olganim yo'q. 700 mingga yaqin pulni olib chiqib ketgan. Qarshilik qilishga harakat qildim. 100 mingcha atrofida pul tushib qoldi. Shu bilan ko'chaga chiqib qochib ketgan. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 164-moddasi 2-qismining A bandi bilan aybli topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 164-moddasi 2-qismining A bandi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Pullarni o'z vaqtida to'lay olishga ko'zingiz yetsa, kredit oling. Uzoq muddatli qamoq jazosi sudlanuvchiga tegishli xulosa chiqarish uchun yetarli deb o'ylaymiz.